Shu bilan ular baxtli hayot kechirishibdi. Bolajonlar, bu qiziqarli kitobim sizlarga yoqdimi? Qaranglar, juda ham ajoyib tasvirlangan suratlari bor ekan, ko'ryapsizmi? Hozirgi ertagim sizga manzur bo'ldimi, bolajonlar? Ana endi biz ham juda ham chiroyli, ajoyib bir kitobcha yasab ko'ramiz. Bizga uning uchun kerak bo'ladigan o'quv qurollarimiz, rangli qog'ozlar, mana raqamlar, flomaster va bezaguvchi turli xil yulduzchalar kerak bo'ladi. Bolajonlar, birinchi navbatda rangli qog'ozlarimizni olamiz. Ularni qirralarini birlashtiramiz va buklaymiz. Mana shunday buklov hosil bo'ladi. Mana bu moslama orqali simchalarini mana o'tkazib oldik. Ana endi ichkarigi tarafidan ularni yopamiz. Mana. Ana endi bolajonlar, bu kitobchamizga qanday nom beramiz? Kelajak soati. Barakalla bolajonlar. Mana bolajonlar, kelajak soati deb yozib oldik. Ana endi uni ustini chiroyli bezaklar bilan bezaymiz. Yulduzchalar bilan bezasak, juda ham chiroyli chiqadi bolajonlar. Mana kitobchamizni muqovasi ham tayyor bo'ldi. Ana endi ochganimizda bo'm-bo'shmi bolajonlar? Ana endi bunga chiroyli, qiziqarli rasmlar chizamiz. Rasmlar chizishdan oldin har bitta sahifani mana bu raqamlar bilan raqamlab chiqamiz. Ana endi sahifalarni birgalikda to'ldiramiz. Har biringiz o'zingiz xohlagan rasmni mana shu sahifalarga chizib chiqasiz. Xo'pmi bolajonlar? Xo'p. Mana bolajonlar, kitobchamiz ham tayyor bo'ldi. Ana endi birgalikda tomosha qilib chiqamiz. Mana birinchi sahifasidagi uycha rasmimiz, keyingisi esa avtobus, kamalak, soat. Mana qizchamiz qushlari bilan ekan. Mana bizning yer sharimiz hamda bizning bayrog'imiz, O'zbekiston bayrog'i ekan. Juda ham ajoyib va qiziqarli rasmlarni chizibsiz. Qadrli hamkasblar, sizlar ham kelajak soati kitobchasini yasang hamda ijtimoiy tarmoqlarga joylang.